Assalomu alaykum. Tushingizda to'satdan uyingizda yong'in chiqqanini, qop-qora tutunlar ko'kka ko'tarilayotganini yoki ulkan bir bino yonayotganini ko'rib dahshat ichida uyg'onganmisiz? Ko'pchilik bunday vahimali tushdan keyin yomon xayollarga boradi va siqiladi. Ammo qadimiy va eng ishonchli manbalarga ko'ra, tushda yong'in ko'rish har doim ham yomonlik belgisi emas. Uning siz tasavvur ham qilmagan, juda sirli va hatto boylik keltiruvchi ma'nolari bor. Bugungi videomizda tushda yong'in ko'rish hayotdagi ogohlantirish yoki kutilmagan omad, mana shu haqida batafsil gaplashamiz. Videoni o'tkazib yubormay oxirigacha ko'ring, chunki taqdiringizga oid eng muhim belgilarni bilib olasiz. Dastlab eng ko'p so'raladigan holat o'z uyining yonishi. Agar tushingizda uyingiz olov ichida qolgan bo'lsa, lekin u yerda qop-qora qalin tutun bo'lmasa va u kul bo'lib qulab tushmasa, bu hayratlanarli darajada yaxshi belgi. Bu sizning xonadoningizga juda yaqin kunlarda uzoq kutilgan ulkan moddiy boylik, baraka va quvonchli yangilik kirib kelishini anglatadi. Ammo agar olov juda dahshatli yonib, uyingizni butunlay kulga aylantirsa, bu oila a'zolari o'rtasida kichik tushunmovchiliklar yoki moliyaviy ishlarda ehtiyotkor bo'lish kerakligini ogohlantiradi. Yong'in dahshatli bo'lmasa-da, lekin tushda juda quyuq, qop-qora tutun biroz jiddiy belgi hisoblanadi. Qora tutun o'ngingizda, atrofingizda paydo bo'ladigan g'iybatlar, hasadgo'ylar, insonlaringizning yashirin rejalari yoki qandaydir g'am tashvishlardan darak beradi. Bunday tush ko'rgan inson yaqin kunlarda o'z sirlarini birovga aytmasligi va odamlar bilan ehtiyotkor bo'lishi tavsiya etiladi. Agar tushingizda yonayotgan ulkan olovni yoki yong'inni o'z qo'lingiz bilan yoki suv sepib o'chirganingizni ko'rsangiz, bu zo'r g'alaba belgisidir. Bu real hayotda boshingizga kelgan eng og'ir muammoni, barcha qiyinchiliklarni o'z aqlingiz va irodangiz bilan juda oson hal qilib g'olib bo'lishingizni anglatadi. Aziz obunachilar, siz oxirgi marta tushingizda to'y ko'rdingizmi yoki kelin ko'ylak? To'yingiz tinch o'tdimi yoki shovqinli? O'z tushingizni hoziroq kommentariyada yozib qoldiring. Biz ularni birgalikda tahlil qilamiz. TikTok va YouTube kanalimizga har kuni eng qiziqarli tush tabirlarini o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq obuna bo'ling. Videoda like bosing va yaqinlaringizga ulashing. Keyingi videomizda uchrashguncha xayr sog' bo'ling.